Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xo'p, bitta sifatga e'tibor berasizlar. Xo'p, oldingi partiyamiz juda tez tugaganlik hisobiga ko'pchilik ukalarimiz ulgurmay qolgan. Xo'p, yangi partiyamiz keldi. Ko'rib turganlaringizdek, o'stirishning apparat. Xo'p, bu texnikamizni bugun sizlarga qanaqa qulayliklari bor, iloji boricha qo'ldan kelgancha tushuntirib berib o'tamiz. Undan oldin podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar, bittadan kommentariyada omad deb qo'ysanglar, hop, o'shani o'zi yetadi. Hop. Birinchi motordan boshlaymiz. Hop, motorlari 177 9 ta ot kuchiga ega bo'lib, bloklari 5 talik bo'ladi. 1 soatiga 1 litr 200 rasxod qiladi. Chunki korobkasi juda katta, ko'rganlaringizdek, oldingidan juda ham katta. 2 talik bo'ladi. Hop, seplariga keladigan bu seplari metallishni bo'ladi. Original mana pechatlari bor, ko'rib turganingizdek 2 talik bo'ladi. Bemalol omoch agar bu savat qilmasdan tortib ishlasanglar bo'ladi. Hop, orqasiga hop frezani отдельный qo'yiladi. Oldingidek o'zinglarni to'ldirib ushlab ketishinglar kerak emas. Ana oldingida mana 3 xil 4 xil nasatkasi bo'ladi. Nasatkasini hammasini bitta-bitta ko'rsatib berib o'tamiz. Hop, oldinda qo'shimcha baloni ham bo'ladi. Hop, hurmatli obunachilar, ustagamiz bilan mana sizlarga bugun qulayliklarni, qanaqa holatda ishlashlarini bemalol tushuntirib o'tamiz. Hop, yoqish jarayonlari. Judayam ovozni ko'rib turgan, ovozi juda yo'q. Mana bu shovqin emas, asab bilan tegmaydi, o'ta strunli, motorlar baquvvat ko'rib turgandek. Hop, rollarga keladigan bo'lsak. Hop, yonish ko'rsatdim. Hop, ovozi kichik noqulaylik keltirib chiqyapti. Shuning hisobiga bu rollarni bir qator tushuntirib o'tamiz, keyin yurish jarayonlarini ko'rsatamiz. Hop, kimgadir orqasida yurgisi kelmasa, yonboshga bemalol surib ishlasanglar bo'ladi. Mana bu tomonda tugmasi bor. Yonboshga mana xolasanglar u tomonga mana ko'rib turganlaringizdek. Bemalol bu tomonga suravering, mana xolasi bilan bemalol surib, bu tomonga xolasanglar bu tomonga surib, haligi tikan zorlarning ichiga kirib ishlasanglar bo'laveradi bemalol mana. Rollari bemalol aylanib, xohlagan tomoningizga o'tadi. Keyin past balandligini mana bu tomonda tugmasi bor, mana past baland bu tomonda, mana bemalol pastga balandga qilsanglar, o'zingizlarni xohlaganingizga mana qo'yasizlar bilan. Past, baland mana bemalol. Endi bu shunaqa narsani qanaqa qilib buramiz deganlarga mana satelitli bo'ladi. Mana bir tomoni essanglar, bir tomon u yoqqa, bir tomon bu yoqqa burilib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Hop, ishlashlarini ko'rib turganlaringizdek. Ha. Hop, pavishli bo'ladi, bu sekina bu. Hop, manzilingizni tushuntirib o'tamiz. Andijon viloyati Asaka tumani Axtarchi paket mahalla. Hop, Andijon tomondan kelishdan Qumbozor Istilovos Isuzu Pitadan 5 km ichkari kelasizda, o'z chap tomonda ko'rib turganingizdek mana o'zimiz do'kon Vatan Optim. Hop, Mini traktor o'zi ko'chaga qo'yib qo'yganmiz. Kimga shunaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, cho'tki narxlarda yetkazib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz 12 ta viloyatga bor.